Bu dunyoga hukmron menman, to'g'ri. Qo'limdagi kuch davlatlarni esini kiritishga yetadi. Ammo Abdulhamid boshqa. G'oliyatning qarshisidagi Davuddek. G'uliyat? Kitobingizdagi Jalut. Qaysi kitob? Qur'oni Karim. Ha. Jalutning askarlari Isroil qiroli Tolut bilan kurashayotgandilar. Jalut har kuni Isroil askarlarini bellashuvga chaqirardi. Isroil askarlari Jalutning qarshisiga chiqishga qo'rqar edilar. Faqatgina Davud Jalutning qarshisiga chiqishga jur'at qila oldi va sopqoni bilan otgan bir dona toshi orqali Jalutni yengdi. Qomat Jalutni jasorat yengdi. Yengilmas qo'mondonlarni yo'qotgan Jalut askarlarining jasorati yo'qoldi va jangni tashlab qochdilar. Abdulhamid Jalutning qarshisiga chiqqan devni bitta tosh bilan yenggan Davud kabidir.